Bilasizlar, mani onamlar mani ismimni Parizod deb qo'yayotganlarida, ismimni ilohiy ekanligiga va u menga omad keltirishiga juda ham qattiq ishonganlar. Shuning uchun ham yoshligimdan boshlab aytadilar, "Sen Parizsan, Parizodsan, san atrofingda har doim parilar yuradi. Shuning uchun og'zingdan chiqayotgan gapga va niyatlaringga ehtiyot bo'lgan. Ular amalga oshirish orzunisiga, xususiyatiga ega" deganlar. Esimni sekin tanishib boshlaganimdan beri rostdan ham buni ko'p guvohi bo'ldim. Miyamdagi narsani og'zimga chiqarib, qanday niyat qilsam, xuddi shunaqa bo'lib yo'limdan chiqib qoladi va bu juda ham baxtli tasodif bo'ladi, ishonavering. Umuman o'ylamagan joyizdan, lekin bir necha soat yoki 2-3 kun oldin tasavvur qilgan narsam bo'lsa bo'ldi. Prям yonimdan xuddi shunaqa bo'lib chiqib qoladi. Вот bugun ham shunaqa bo'ldi. Dam olish kundan beri Instagramimning algoritmida bitta narsa aylanib yuribdi. To'g'risi, bilasiz, sharoit bor. Xudoga shukr, xohlagan narsamni istagan vaqtimda olishim mumkin. Maksimalni. Qancha shunga harakat qilaman. Lekin nimagadir mana shu narsani menga sovg'a qilishlarini xohladim-da. Qanaqadir bu e'tibor bilmadim. Bu qanaqadir romantikani belgisi yoki hozirgi kunda sizni qo'pol qilib aytganda sevimlimisiz? Birovni esidamisiz? Mana shu narsa bilan o'lchanadigan bo'lib qoldi-da. Qancha men uni o'ylamaslikka harakat qilaman. Nusiyotga o'sha narsani men juda ham kimdandir podarka sifatida olgim keldi. Вот bugun ertalab menga dastavka kelyapti. Dastavka. Вот bugun meni omadli ekanligimni просто menga eslatib qo'yish uchun mana shunaqa chiroyli koробочка keldi. Nima deb o'ylaysan, uning ichida nima bor? Da. Qo'libni shokoladный. Господи, buncha ham chiroyli. Qanaqa qilmayman men buni? Faqat tomosha qilishim kerak shekilli. Свежий narsadan kelyapti. Просто бомбично.